Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Yaponiya Xitoy surkilishi borgan sari ig'irlashmoqda. Yaponiya yangi bosh vazirining Tayvanga aloqador bayonlari va Xitoyning Yaponiyadagi diplomatining chekdan oshgan so'zlari sababli o'tirg'a chiqqan Yaponiya Xitoy surkilishi borgan sari kuchaymoqda. Xitoy turli vositalar bilan Yaponiyaga besim tushirib, Yaponiya yangi bosh vazirini so'zini qaytarib olishga qistavotgan bo'lsa-mu, Yaponiya tarafining maydonida ko'p o'zgarish bo'lmadi. Bir necha kundan buyon Xitoy tashqi ishlar ministrligining axborot yig'inidagi savollarning ko'pinchisi Yaponiya Xitoy munosabatiga aloqador bo'lib, Xitoy Yaponiya bosh vazirining Tayvan masalasiga qo'l tiqib, Xitoyning qizil siziqiga chekilganligi haqidagi davranglarni ko'plab takrorladi. Navbatda Xitoy amaliy harakatlar bilan Yaponiyadan o'ch olayotgan bo'lib, Yaponiyadan dengiz mahsulotlarini import qilishni vaqtliq to'xtatgan va shundaqla Yaponiyadan koli go'shti import qilishga aloqador suhbatni to'xtatgan. Yaqinda Avminda o'tkazilgan 16-navbatlik Xitoy Yaponiya Koreya madaniyat ministrlari yig'ini kechiktirilgan bo'lib, Koreya bu haqda uqtirish topshirib olganligini bildirgan. Yaponiya tashqi ishlar vaziratining Osiyo ishlariga mas'ul amaldori Kanai Masaaki 18 noyabr Beijingda Xitoy tashqi ishlar ministrligining Osiyo ishlari amaldori Liu Jinsong bilan ko'rishgan. Xitoy amaldori uni haqoratlik bilan kutib olgan bo'lib, ikki tarafning suhbatida hech qanday natija ko'rilmagan. Navbatda Yaponiya bosh vazirining maydonida hech qanday o'zgarish ko'rilmagan. Yaponiyada Xitoyning Osaka bosh konsuli Shojianning popozi xarakterlik chekdan oshgan bayonlarga bo'lgan norozilik hali ham davomlashmoqda. Yaponiya Kengash palata a'zosi Seki palata yig'inida bu masalani jiddiy o'tirg'a qo'yib, Yaponiya tashqi ishlar vazirining Xitoy konsulini chegaradan qo'g'lab chiqaradigan chiqarmaydiganligini surishti qilgan. Tayvan prezidenti Lai Ching-da bo'lsa, Yaponiyaning pozitsiyasini qo'llaydiganligiga ishorat qilib, tunugun X hisobida Yaponiyaning vakillik tamiqi bo'lgan sushini yavatgan suratini ham baharladi. Xitoy bayonotchisi tunugun bu haqda inkos qaytirib, Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini qayta da'vo qildi. Filippinda saxt salohiyat bilan huquq egallagan Xitoy muddatsiz qamoqqa hukm qilindi. Filippindagi bir sud mahkamasi bu hafta bir Xitoy fuqarosini muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan bo'lib, mazkur Xitoy ilgari Filippin fuqarosi salohiyatiga kirib olib, shahar boshlig'i bo'lib saylangan va qimor, odam atkaskiligi qatorliq jinoyatlar bilan shug'ullangan. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, Go Huaping ismli 35 yoshli Xitoy ayol ilgari Alice Go ismi bilan Filippin fuqarosi salohiyatiga kirib olgan va keyinchi Bamban shahrining shahar boshlig'i bo'lib saylangan. U bu jarayonda jinoyat guruhi bilan sheriklashib, to'r qimor markazi qurgan. Mazkur qimor markazining maxsus binosi bor bo'lib, bir Vyetnamlik ishchi qochib chiqib, soqchiga ma'lum qilgandan keyin soqchilar bultur 3-oyda tuyuqsiz besib kirib aqtirgan. Bildirilishicha, qimor markazida 700 dan ortiq Filippin, Xitoy, Vyetnam qatorliq ko'plagan Osiyo allaridan kelgan kishilar bo'lib, ular majburiy holda to'r aldamchiligi bilan shug'ullanishga majburlangan. Go Huaping Filippindan qochib ketgan bo'lsa-mu, yarim yildan keyin Indoneziyada tutilgan. Sud mahkamasi uning jinoyatlarini bekitib, u va boshqa 7 kishini muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan. Xitoylarning har qaysi davlatlardagi jinoyat guruhlari, aldamchilik shaykilari ko'plab bosh bo'layotgan bo'lib, zo'r darajada kengaygan xalqaro jinoyat to'ri dunyoni cho'chitmoqda. Filippin prezidenti bultur buyruq tushirib, asosligi Xitoylarning bo'lgan turli qabih jinoyatlarga chetilgan necha yuzlagan to'r qimor shirkatini taqagan bo'lsa-mu, yana ko'plagan aldamchilik markazlarining davomli mavjud bo'layotganligi ta'kidlanmoqda. Turkiyaning uchquchsiz urush aeroplani halqaliq sinoqni tamomladi. Bayqar shirkatining bayonotiga asoslanganda, Turkiyaning tunji uchquchsiz urush aeroplani Bayraktar Qizil Alma halqaliq bir sinoqni muvaffaqiyatli tamomlagan. Qizil Alma Turkiyaning Aselsan shirkati yasagan radar orqali 48,2 kilometr yiroqlikdagi F-16 nishonini bayqab muqimdigan. Hamda davlat ichida ishlangan Gökdo'g'on boshqariladigan bombasi bilan elib berilgan taqlidiy hujumda nishonga dal tekkizgan.
Tekirdağning Chorlu nahiyesidagi sinoq markazidan havoga ko'tarilgan qizil olma 4572 metr egizlikda 1 soat 45 minut uchgan. Sinoqning eng halqali qadami aeroplan, radar va boshqariladigan bomba o'tirisidagi aloqa ul aslahasining muvaffaqiyatli sinilishi bo'lib, qizil olma F-16 ni muqimdigandan keyin radar orqali qo'lga kelgan nishon uchurlarini qanot ostidagi ko'kto'g'an boshqariladigan bombasiga o'ngishli yetkazdi. Bu sonliq ma'lumot olinishining dalillanishi qizil olmaning ko'rish sezig'idan halqagan nishonlarga zarba berish iqtidori uchun muhim bir burilish nuqtasi hisoblandi ekan. Bu uçuşda odam boshqaradigan aeroplanlar bilan o'rtaq harakat qilish, o'q-dori bir gavdalashishini dalillash va yerlik radarning iz qo'g'lash, quluplash, sonliq ma'lumot yetkazish iqtidorlarini isbotlashdan iborat 3 murakkab vazifa bir vaqtda muvaffaqiyatli ijro qilingan. Hürmetli körürmenler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.